Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Siz aytgan masala. Kofirligi aniq bo'ldimi, yo'qmi, qayerdan bilamiz? O'zi bilan iqrorini oladi o'zi. Barakalloh. Endi men sizlarga aytsam, masalan, butun ummatni mana hozir onlayn juda rivojlangan Robitat Islomiyaga kirasizlarmi, O'zbekiston diniy nazoratiga kirasizlarmi, qaysi diniy nazoratga kirsalarmi, kiringlar savol bilan. Masalan, beringlarki, bir kishi namoz farzligini inkor qilsa, kofir bo'ladimi, yo'qmi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, Sahih Buxoriyni umuman la'natlasada, umuman hadis olmayman desa, kofir bo'ladimi, yo'qmi? Va Qur'onni o'zim xohlaganday tafsir qilaman, bu hadislarda keyin tafsirda olmayman desa, kofir bo'ladimi, yo'qmi? Shu uchta savol bilan murojaat qilinglar. Nima deb javob kelasizlar? Barakalla, musulmon ekan deydimi yo kofir o'tdi deydi? Qiziq ko'rdilaringmi shunga? Men sizlarga aytay, masalan, Shayx Alboniyning fatvosi bor. Ibn Taymiyaning fatvolari, hamma fatvolarda kelyapti. Sahih hadis olmayman degan odam kofir bo'ladi. Bu birinchi. Butun O'zbekiston diniy nazorati ham telefon qildi. Qayga nazoratga telefon qildi, masalan, bu yerdagi ba'zi bir olimlarga, ko'chadagi olimlarga ishonmasanglar, ofitsialniy olimlarga, diniy nazoratlarga ishonasizlar. Masalan, yana eng uzoqqa bormay, mana masjidning idorasiga keling. Masjidning imomi bor, Nodir Shayx Nodir va hokazo. Namozni farzligini 5 vaqt emas, xohlasam 1 vaqt o'qiyman, xohlasam 10 vaqt o'qiyman deydigan odam kofirmi, musulmonmi deb so'rang. Lekin meni bilganim u bola namozlarda o'qib, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb ibodatini qilib yurgan odam bo'lsa, masjidga kelayotgan bo'lsa, namozni o'qiyotgan bo'lsa, ibodatini qilayotgan bo'lsa, qanday? La ilaha illalloh degan odam jannati degani to'g'rimi? Bu amallarda qanaqa bo'ldi amallari? Nima amal qildiki, siz amalidan ko'rib turib kofirga chiqaryapsiz? Amali kerak emas bizga. So'radik, mana xohlasam 1 vaqt o'qiyman, xohlasam 10 vaqt o'qiyman deyapti. O'z og'zi bilan. Tili kerak, tili. O'z tili bilan aytyapti, Buxoriyni olmayman deyapti. Sahih hadis olmayman deyapti. Shu o'zi kofirlikka yetadi. Dalil. Xohlasam 1 vaqt o'qiyman, xohlasam 10 vaqt o'qiyman deyapti. Bu kofirlikka yetadi. Tili kerak bizga, tili. Tushundingizmi? Tili bilan hal qilinadi. Chunki biz qalbini bilmaymiz. Qilayotgan amallari o'ziga